kuygan joyni uy shartida davolash. Biror kishi kuyib qolsa, birinchi navbatda kuygan joyini darhol sovutish kerak. Kuygan joyni 20 daqiqa davomida toza suv ostiga qo'ying. Bu ham kuygan joyni tozalaydi, ham og'riqni pasaytirishga yordam beradi. Kuyib qolgan odamni kasalxonaga borishi yoki bormasligini hal qiling. Kuygan joyning ba'zi joylarida pufakchalar bilan birga qizil rang paydo bo'lib, faqat bilaklaridagina bo'ldi. Bu bo'g'im yoki qo'llarga ta'sir qilmaydi. Kuyish katta yoki chuqur bo'lmaganligi sababli uni uyda davolash mumkin. Kuygan joyga yordam berishdan avval qo'llaringizni yuving. Agar kuygan joyda pufakchalar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni teshmang. 2 qatlamli bandajni qo'llang. Birinchi qatlam toza matoga vazelin kabi malham surting va qo'llaning. Asal ham foydalidir. Bu kuygan joyni nam saqlaydi va teriga yopishmaydi. Kuygan joyga boshqa moddalarni ishlatmang. Toza pichoq yordamida toza matoga yoki bintga ko'proq qilib vazelin yoki asal surting va uni kuygan joyga qo'ying. Kuygan to'qimalar shishib ketadi. Shuning uchun kuygan joy atrofidagi har qanday taqinchoq va qisib turadigan kiyimlarni yechib tashlang. Ikkinchi qatlam qalin bo'lishi kerak. Bint, paxta momig'i yoki hayz prokladkasi mos keladi. Prokladka kuygan joydan oqib chiqayotgan suyuqlikni so'rib olishga yordam beradi. Keyin bandajni mahkam o'rang. Lekin juda qattiq emas. Bu odamga har 3-4 kunda yoki bandaj ho'l bo'lganda kuygan joyiga yangi bandaj qo'yishini ayting. Unga kuygan joyni toza qilib bog'lashni o'rgating. Bemorni ko'proq suyuqlik ichishiga va oqsilga boy ovqatlar iste'mol qilishiga undang. Bu tuzalishiga yordam beradi. Agar kerak bo'lsa, u bir necha kun davomida parasetamol kabi oddiy og'riq qoldiruvchi vositani qabul qilishi mumkin. Agar kuyish vaqt o'tishi bilan og'rib tursa, yomon hid chiqara boshlasa, kuygan joy chetida qizarish va shish paydo bo'lsa yoki kuygan joyda yiring bo'lsa, balki kuyish infeksiyalangan bo'lishi mumkin. U darhol mutaxassis bilan bog'lanishi kerak. Eslab qoling, kuygan joyni darhol 20 daqiqa davomida oqadigan suv bilan sovutib oling. Keyin 2 qatlamli bandajdan foydalaning. Toza matoga surtilgan malham yoki asal, keyin qalin toza mato yoki prokladka qo'yib mahkam o'rang.